Kuninglar xayrli bo'lsin. Barchalarga juma ayyom muborak bo'lsin. Inshaalloh keyingi jumalarda shu joylarda birgalashib juma namozlarini o'qishga Allohim o'zi yetkazsin. Amin. Bugun jumalik uchun shu joylarni ham bekitib qo'yish. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga oson ekan. Niyat qildim shu joylarda juma namozini o'qishga. Allohdan so'radim. Albatta men niyatimga erishdim. Inshaalloh sizlar ham shu joylarga kelib juma namozlarini o'qish barcha musulmonlarga nasib ro'za aylasin. Amin. Hammalaringizga juma ayyominglar bilan tabriklayman. Assalomu alaykum azizlar. Alhamdulillah yetkazganingga shukr biz ehromlarni kiyib Xudo xolasa Makkaga qarab harakat inshaalloh. La havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hammalaringlar shu joyga kelishinglarni Allohdan so'rab qolamiz inshaalloh. Amin. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما شاء الله. Mana bu joylarda ham bor ekan. Xudo xolasa hadya qilib olib ketamiz uyga.